Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. As-salatu was-salamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ibn Abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilingan sahih hadisda Nabiy sallallohu alayhi vasallam shunday duo qildilar. O'zingdan boshqa iloh yo'q bo'lgan buyuk yuzing bilan panoh tilayman. Sen o'lmaysan, ins ham, jin ham o'ladi. Har bitta yaralgan mahluq, har bitta jon egasi bir kun keladiki, taqdir qilingan ajali vaqt soat yetib kelganda albatta uning tanasidan ruhi ajraydi. Hamma o'ladi. Ins ham, jin ham o'ladi. Bu Alloh tomonidan hatm qilingan, hukm qilingan shunday bir ishki, uni hech bir mahluq orqaga oldiga surishlikka hargiz imkoniyati bo'lmaydi. Astagfirullah. Va ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban muajjala. Har bir jon faqat Allohning izni bilan va aniq belgilab qo'yilgan muddatda o'ladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam ana shu mashhur hadislarida marhamat qilib aytadilarki, sizlardan bir kishini onasini qorniga o'tishligi bilan 121 kun to'lishligiga farishta keladi, 4 ta narsani yozadi. Rizqini, ajalini, amali hamda baxtli yoki baxtsiz bo'lishligini. Mana shu onaning qorniga o'tganda 121-kunga o'tishligi bilan kishini qancha umr ko'rishligi muddati aniq belgilab qo'yiladi. Ya'ni insonni qachon o'lishligi aniq. Faqat inson buni bilmaydi. Insonni xuddi shunday qayerda vafot qilishiga ham unga noma'lum. Lekin Alloh taoloning ilm azalida qayerda vafot qilishligi, qanday vafot qilishligi ham hatm qilingan. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada. Qayerda bo'lsangiz, hatto mustahkam qal'alar ichida bo'lsangiz ham o'lim sizlarni topib olur. Ya'ni inson har qancha ehtiyot bo'lmasin, har qancha o'zini bir olib qochmasin, har qancha o'limdan olib qoladigan sabablarni qilmasin, Alloh taolo taqdir qilgan vaqt, joy qoyim bo'lishligi bilan inson albatta jon taslim qiladi. Va likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan va la yastaqdimun. Har bir jamoat uchun ajal bordir. Bas, qachon ularga ajallari kelsa, uni 1 soatga ketga ham, ilgari ham sura olmaydilar. Inson ana shu o'lim degan haqiqatni har qancha o'ylamaslikka harakat qilsin, har qancha bu narsani esdan chiqarishga harakat qilsin, bu Alloh taoloning hukmi. Qayerda bo'lsa, qachon bo'lsa, qaysi holatda bo'lsa ham albatta o'lim uni quvib yetadi. Chunki hayotni qaraydigan bo'lsangiz, insonning qilayotgan hamma harakatlari o'zini mana shu o'limdan olib qochishlikka borib taqaladi. Issiq kiyinasiz, sovuqda soqata o'lib qolmasligi uchun. Ko'mir olasiz, sovuqda qatib qolmasligi uchun. Ovqat yeysiz, ochlikdan o'lmasligi uchun. Hatto to'kingizni simini izolentasini 3 qator o'raysizki, adashib qo'lim tegib ketsa, urib olmasin. Balandroq bir tomga chiqib turib pastga qarasangiz, biror narsani ushlab turib qaraysiz. Bu qilayotgan harakatlarimizning barisi o'zimizni o'limdan ehtiyot qilayotganligimizdan boshqa narsa emas. Lekin mo'min odam aniq biladi. Alloh taolo taqdir qilib qo'ygan paytda ajal yetib kelishligi bilan har qancha ehtiyotkorlik qilinmasin, o'lim o'zinikini oladi. Inson o'limdan qochar ekan, Alloh taolo quyidagi oyatlarni nozil qiladi. Qul innal mawtallati tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ayting ey Muhammad alayhisalom, sizlar qochayotgan bu o'lim albatta sizlarga yo'liquvchidir. Nahnu qaddarna baynakumul maut va ma nahnu bimasbuqin. Sizlarning o'rtangizdagi o'limni ham biz belgilab qo'ygandirmiz. Ya'ni tiriklikni ham, o'limni ham, hayotni ham, vafotni ham Alloh taolo taqdir qilgan. Buni hech kim orqaga oldiga surishi imkoniyat emas. Quyida Nabiy sollallohu alayhi vasallamning ayollaridan ummahatul mu'minindan bo'lgan Ummu Habiba Roma bint Abu Sufyon roziyallohu anha shunday duo qilib turgan edi. Parvardigoro, erim Rasululloh, otam Abu Sufyon, inim Muaviyani ko'proq, shular bilan meni ko'proq ne'matlantirgin. Ya'ni Parvardigoro jonini tezda olmagin. Bizni oramizda yashaydigan muddat uzoqroq bo'lsin. Uzoqroq yashasin, ulardagi mana shunday ne'matlar bilan ko'proq foydalanay dedi. Matti ani bi zavji Rasulillah va abi Sufyan va akhi Muaviya dedi. Shunda Rasululloh bu duosini eshitdi. Ya'ni ma'nosi shuki, erim bo'lgan Rasululloh, otam bo'lgan Abu Sufyon, akam bo'lgan
Muaviya tezda o'lmasin, ko'proq yashasin, ko'proq bir foydalanib qolay shulardan deganida Nabiy sollallohu alayhi vasallam eshitdilarda va Ummu Habibaga qarab, "Tahqiq Allohdan belgilangan ajalni va cheklangan kunlarni hamda taqsim qilingan rizqni so'radingiz." Ya'ni bu narsani Alloh taolo xalq qilib qo'ygan. Xalq qilib qo'ygan. Ajali kelmasdan avval hech narsa bo'lmaydi. Ajali kelgandan sana Alloh oxiratga surmaydi. Agar siz, dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, Allohdan o'zingizni do'zaxdan, qabr azobidan saqlashini so'raganingizda, siz uchun yaxshiroq va afzalroq bo'lardi. Nimani tushunamiz? Har qancha odamlar sizni haqqingizga umring uzoq bo'lsin deb duo qilsin, umr uzaymaydi. Har qancha rizqing keng bo'lib, boy bo'lib ketishsa desin, boy bo'lmaydi. Chunki onaning qornida yozilgan rizqdan oshiqcha ham bo'lmaydi, kam ham bo'lmaydi. Onaning qornida yozilgan umrdan uzun ham bo'lmaydi, qisqa ham bo'lmaydi. Unda duo qilmaslik kerakmi? Kishini haqqiga qilingan duo umrini barakotli qiladi, rizqini barakotli qiladi. Ya'ni ana shu 50 yil, 60 yil umr yozilgan bo'lsa, u ko'payib qolmaydi. Faqat mana shu 50 yilda qilgan ishlari barakotli bo'ladi. Boshqalar 100 yilda qila olmaydigan ishni bu odam 50 yilda qilib qo'yadi. Imomi Navaviy 45 ga kirib vafot qilgan. Lekin 45 ga kirguncha qilib ketgan ishini, u odamlarni yozib qoldirib ketgan ilmini o'qigan vaqtimiz yetmayapti bizga. Bu nimani belgisiydi? Ularning hayotlari barakotli bo'lganligi ishora. Imomi Buxoriyni yashagan 63 yillik hayotini qoldirib ketgan ilmiga kunma-kun qilib, soatma-soat qilib bo'lib chiqsa, bu odam uxlaganmi? Bu odam dam olganmi? Uylanib bir safar mafarga chiqqanmi degan savol tug'ilar ekan. Nima uchun deyilsa, Alloh taolo shunday barakotli qildi. Umr uzaymaydi, qisqarmaydi. Lekin inson o'zini mana shu rizqini barakotli yoki barakotsiz bo'lishiga, umrini barakotsiz bo'lishiga sabab bo'ladigan ishlarni qilib qo'yadi. Imom Buxoriydan rivoyat qilingan sahih hadisda Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: Mafatihul g'oybi hamsa. G'ayb kalitlari 5 tadir. Ularni Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Ya'ni shu bir 5 ta narsa bor, Alloh taolo buni ilmini o'zidan boshqa hech kimga bildirgan emas. Nima edi ular? Qiyomat vaqtini, yomg'irni qancha yog'ishligini, ona qornidagi narsani, nafs ertaga nimani kasb qilishini, nafs qaysi joyda o'lishini, bu ilmlarni faqat Alloh taolo o'ziga olib qo'ygan. Goroskop degan balo chiqib qo'ygan. Munajjim bashorati yulduzlar so'zlaydi. Tanisanglar kerak. Mana shu narsani to'g'ri deb e'tiqod qilgan odam, birodarlar, iymonni yangilab olishlik kerak bo'ladi. Chunki g'aybni g'aybda nima borligini, g'aybda nima bo'lishligini faqat Alloh taolo o'zi biladi. Qiyomatda qachon bo'lishini Alloh biladi. Yomg'irni yog'ishini biz aytayotgan prognoz pagoda bor-ku, bu bunga tushmaydi. Doimo to'g'ri chiqavermaydi-yu. Alloh taolo qachon, qayerga, qancha yog'ishini ham o'zi biladi. Onaning qornidagi narsani. Onaning qornidagi narsa 121 kunga o'tganda ruh kirgiziladi, keyin harakatga keladi. U doktorlar ham o'g'il bola, qiz bolaligini ma'lum bir vaqtdan keyin aytib beradi. Lekin Alloh taolo onaning qorniga o'tishligi bilan uni erkak yoki ayolligini ilm azalisida biladi. Hamda nafs nima ish qilishligini ertaga faqat Alloh biladi. Biz u rejani tuzolamiz. Ertaga 12da maga boraman, undan chiqib ma boraman, unday qilaman, bunday qilaman deydi. Lekin kim aytgani bo'ladi? Inshaalloh demasa, birodarlar, Sulaymon alayhisalom bir kechada 1000 ta xotinni aylanib chiqaman. 1000 tasi o'g'il tug'adi, 1000 tasi Alloh yo'lida jihad qiladi dedi, inshaalloh demadi. Muhammad alayhisalom ertaga kelinglar dedi, 3 ta savolga javobni. Inshaalloh demadi. Birodarlar, fala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika g'ada. Biror ishni qilaman desalar, inshaalloh demasdan qo'ymanglar dedi Alloh taolo. Hamda albatta nafs qayerda va qachon o'lishini bilmaydi. O'zimizning eskilarimizning gapi bor. 40 yil qirongarchilik bo'lsa, beajal chivin o'lmaydi. Bundan kelib chiqadiki, qo'rqoqlik umrni uzaytirib qo'ymaydi. Shijoat, g'ayrat, jasorat umrni qisqartirib qo'ymaydi. Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan hadis, Imom Ahmad va Termiziy rivoyatlari, agar Alloh bir bandani jonini ma'lum bir joyda olishni ixtiyor qilsa,
shu bandani o'sha joyda bir hojatini paydo qilib qo'yadi. Ajal quvibdi deymiz. Yo birodar, ajal kutib turuvdi, o'zi chiqib bordi. Ajal quvmaydi. Alloh taolo xatm qilgan joy bor, inson o'shaga borganda jon olinadi. Necha marta o'tgan bo'ladi u yerdan? 20 marta dordan yoqib o'tgan bo'ladi, lekin 21-sida Alloh taolo taqdir qilgan, oyog'i silpalanib ketadi, joni chiqib ketadi. Ruhni jasaddan ajralishligi ixtizordan boshlanadi. Astagfirullah. Va huval qohiru fawqa ibadihi va yursilu alaykum hafaza hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna va hum la yufaritun. Ixtizor nima? Ana shu o'limdan burungi holat. Ruh chiqib ketishidan burungi insonning holati. U bandalari ustida g'olib bo'lgan zotdir. Ustingizga qilgan amallaringizni yodlab oluvchi farishtalarni elchi qilib yuborur. Qachonki birovingizga o'lim kelsa, elchilarimiz sutkashlik qilmagan hollarida uni jonini olurlar. Jon olinishi, undan keyingi ishlar, qabrdagi ishlar, ruhning osmonga ko'tarilishi, bu ishlar haqida juda ko'p hadislar vorid bo'lgan. Mana shu ko'p bo'lgan hadislarda mana Nosiruddin Alboniy ularni jamlab yengil ko'rinishda Jami' Sog'ir kitobi rivoyat qilgan. Mana shu bir uzun hadisni qism-qismlarga bo'lib o'rganamiz. Ixtizor holati. Baro ibn Ozib roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Nabiy sollallohu alayhi vasallam marhamat qilib aytadilar: bandani dunyodan uzilib, oxiratga ketishi yaqin bo'lgan vaqtida uning oldiga osmondan go'yo quyoshdek yuzlari oppoq farishtalar keladi. Ularning qo'llarida jannatdan olingan kafanlik matolari va jannatdan olingan xushbo'ylar bo'ladi, hamda bandani ko'zi yetadigan joyga kelib o'tiradilar. So'ngra Azroil alayhissalom ana shu vafot qilish kerak bo'lgan kishining ustiga kelib, mu'min kishi bu. Ey pokiza, xotirjam nafs, Allohning mag'firati, rahmati va roziligiga chiq deydi. Ya'ni mana shu jon taslim qiladigan banda hali tanasidan ruhi chiqib ketmasdan turib, ana shu jannatdan chiqib kelgan kafanliklarni olib turgan farishtalarni ko'zi ko'radi. Lekin bu vaqtda tili ishlaydimi? Ustiga Azroil keladi va quyidagi so'zni aytganda Nabiy sollallohu alayhi vasallam mo'min kishini jonini, ruhini tanasidan ajrashligini qanday sifatladi? Xuddi idishdan suv tomchisi ajralgandek osonligi bilan ajrab chiqadi. Idishda suvni shunday quysangiz, uzganingizdan keyin bitta tomchi qoladi. Qanaqa osonlik bilan ajrab ketadi? Mo'minni jasadidan ruhi shunday osonlik bilan ajraydi deydi. U jonni qiyin chiqishligi kofir uchun. Mo'minni Alloh taolo yaxshi ko'radi. Mo'minni yaxshi ko'radi. Uni qiyomatda dahshat bilan cho'chitmaydi. U joni chiqishlik arafasida Alloh taolo ularga farishtalarni yuboradi. Xushxabar berish uchun cho'chimagin. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, kim Allohni ko'rishni xohlasa, Alloh ham uni ko'rishni xohlaydi. Kim Allohni ko'rishni xohlamasa, Alloh ham uni ko'rishni xohlamaydi. Shunda sahobalar, "Ya Rasululloh, o'rtada o'lim bor-ku. O'limni yomon ko'ramiz u" deganida bunday emas dedi. Mo'min kishini dunyodan chiqib ketadigan soat kelganda unga xushxabar aytgan farishtalar keladi. Shunda unga o'limdan ko'ra yoqimliroq narsa qolmaydi deydi. Shunda u o'limni xohlaydi, o'limni xohlab Allohni xohlaganligi uchun Alloh ham uni ko'rishni xohlaydi deydi. Birodarlar, bu siz bilan biz uchun bashorat. Jonni mashaqqat bilan olishligi kofir uchun, fojir uchun, fosiq uchun. Kofirning joni chiqishi esa quyidagicha bo'ladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam marhamat qiladilar. Kofir banda yoki fojir banda dunyodan uzilib, oxiratga ketish yaqin bo'lgan vaqtda uni oldiga osmondan qattiq, g'aliz, shiddatli va qora yuzli farishtalar ko'rinadi. Ko'zi yetadigan joyda o'tiradi. Ularning oldilarida o'tdan bo'lgan kafanlik bo'ladi. Uning ko'zi yetadigan masofada o'tirganida bu kishining oldiga Azroil keladida, "Ey habis nafs, Allohning qahri va g'azabiga chiq" deydi. Bashoratni oldi bu. Shunda dedi Nabiy sollallohu alayhi vasallam, uning ruhi butun jasadi bo'ylab tarqab qochib ketadi, chiqishlikni xohlamaganligidan go'yo yashiringandek. Shunda tikonli tayoqni ho'l bo'lgan junga aralashtirib turib, sug'urganda sug'urib olgandek, uni ruhini jasadidan shunday sug'ib oladi. Uning asablari, tomirlari hammasi uzilib ketadi deydi. Inson
qo'liga biroz zarba bilan uradigan bo'lsa, bir kalta bilan ursa, nima uchun og'riydi desa, shu qo'lda ruh bor. Shu qo'lda jon bor. Shol bo'lgan qo'lga ursangiz ham, kessangiz ham hech narsani sezmaydi. Endi ruhning bir qismi bo'lgan joyga tekkan kaltak og'rit tekkan bo'lsa, ruhning bir qismiga tegayotgan kaltak shunchalik mashaqqat berayotgan bo'lsa, endi ruhni to'laligicha ushlab sug'urib olganda qanday holat bo'ladi? Falawla iza balagatil xulqum va antum hayna idin tanzurun va nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Bas qachon vafot qilayotgan kishining joni halqumiga yetganida, holbuki o'sha vaqtda sizlar qarab turibsizlar va biz unga sizlardan ko'ra yaqinroq bo'larmiz, lekin sizlar buni bilmaysizlar. Ya'ni jon chiqib ketayotgan kishining oldida turgan odamlar buning ichidan o'tayotgan holatini tasavvur qila olmaydi. Alloh taolo aytayapti, yonida turasizlar, lekin uni nimaligini bilmaysizlar. Biz sizlardan ko'ra yaqinroqmiz ularga deydi. Esimizdan chiqmasin, hammamizning jonimizga chiqishi bor bir kuni. Shunga tayyorgarlik ko'rishimiz kerak bo'ladi. Kalla iza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq waltaffatis saqu bis-saq ila robbika yawma idinil masaq. Jon chiqishligi, ruh chiqishligi juda ham mashaqqatli, og'ir narsa. Axir bitta tishingizni ukolsiz sug'urganda nimani his qilishligingizni tasavvur qiling. Inson 72 ta jon tomiri bo'ladigan bo'lsa, bittasini sug'urganda qanday mashaqqat bo'lyapti? Endi mana shu 72 ikkitasini teng sug'urganda nimani his qiladi inson? Birodarlar, peshonamizda turibdi shu narsa. Bir marta tug'ilgan tirik odam borki, bir marta o'lishi bor. Va hech kim o'rtaga tusha olmaydi. Yolg'iz Azroil bilan o'zi turadi. Quyidagi oyatning mazmuni shuki, dar haqiqat jon halqumga yetgan, vafot qilayotgan kimsaning atrofidagilar tomonidan dam solib o'qib qo'yuvchi biron kishi bormi deb qolingan. Jon taslim qilayotgan kimsaning o'zi bu holatni hayotda dunyodan ajralish ekanligini anglagan va jon berish qiyinligidan oyoqqa chalmashib ketgan bir vaqtda ana o'sha kunda yolg'iz Parvardigoringiz huzuriga haydalishingiz bor. Yonida turadi, bitta odam dam solib qo'yamikin deb turadi, lekin tildan qolgan, gapira olmaydi. Jonni taslim qilishi qiyin bo'lganligidan soniga oyoq-oyoqqa ish qilinib chalmashib ketadi oyoqlari bir-biriga. Shu kun peshonamizda turibdi. Hech kim aytib bera olmaydi-da, unday bo'lyapman, bunday bo'lyapman deb. Amr ibn Os roziyallohu anhu ulug' sahobalardan aytar edi. Men o'layotgan kishiga hayronman. Aql hushi tili joyida turib, o'limni qanday bir sifatlab aytib bera olmas ekan derdi. Endi o'zi yoshi ulg'ayib, o'lim soatlari yetgan paytda yonida o'g'li Abdulloh ibn Amr ibn Os bo'ladi. Ota, ha siz sog' paytingizda shunday gapni gapirar edingiz. Mana aqlingiz ham, tilingiz ham turibdi. O'zingiz tasvirlab bermaysizmi o'lim soatlari yaqin bo'lganda? Deganida o'g'lim go'yoki yelkamda dunyoning hamma toshlari, tog'lari ezib turgandek va men ignani teshigidan nafas olayotgandek turibman deydi. Dunyoni hamma tog'i ezib turibdi, ignani teshigidan nafas olyapman deydi. Tasavvur qilgan aqlimiz ojiz. Chunki jon taslim qilishlikdagi azob oxiratda azobi. Albatta bu dunyo azobidan qattiq bo'ladi. Endi mo'min kishining jon taslim qilish qanday bo'ladi? Mo'min o'limi oldidan bashoratni eshitadi. Ulamolar mana shu bashoratni hozir o'qiydiganimiz oyat karimani har bitta mo'min joni chiqishligidan oldin farishtalardan eshitadi deydi. Birodarlar, eshityapmiz tirigimizda. Endi jon taslim qilayotganda ham farishtalarning tilidan eshitlik hammamizga nasib qilgan bo'lsin. Innallazina qalu robbunalloh. Innallazina qalu robbunallohu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika. Tatanazzalu alayhim al-malaika alla takhafu wa la tahzanu va abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Albatta Parvardigorimiz Alloh deb, so'ngra yolg'iz Allohga ibodat qilishda to'g'ri ustuvor bo'lgan zotlarning oldilariga o'lim paytida farishtalar tushib derlar. Farishta mo'min kishiga aytayapti, o'lim oldidan qo'rqmanglar va g'amgin bo'lmanglar. Sizlarga va'da qilingan jannat xushxabari bilan shodlaninglar. Endi sizga jannat xushxabarini farishta aytib tursa, qanday o'rgiz kelmaydi? Qanday orqaga qaytishni xohlaysiz? Chunki jannatligingizni aytib turibdi. Jannatda xabarni eshitib qanday chiqqiz kelmaydi? Qayoqdan chiqib ketyapsiz?
mashaqqatga, mehnatga, og'irlikka, azobga to'lgan dunyodan chiqib ketyapsizmi? U kofir aytadi, "Qala robbirji'un", Parvardigor qaytaringlar deydi. Nimaga? Jahannamning xushxabarini eshitadi-da u. Shuning uchun payg'ambarimiz aytgandek, Allohni ko'rishni xohlagan bandani Alloh ham ko'rishni xohlaydi. Bizlar deydi farishta, hayotda dunyoda ham, oxiratda ham sizlarning do'stlaringizdirmiz. Sizlar uchun jannatda ko'ngillaringiz tilagan narsangiz bordir va sizlar uchun u joyda istagan narsangiz bordir. Bu mag'firatli va mehribon zot tomonidan bo'lgan ziyofatdir. Ko'yingiz kusagan narsa bor. Birodarlar, jannat haqidagi darslarimiz 4-5 dars bo'ladi inshaalloh. Bu yerda beli olib ketish yo'q. Tizzasi olib o'tirishlik yo'q. Isib terlab ketishlik yo'q. Uyga ketish kerak endi degan g'am yo'q. Bu yerda ko'ngil kusagan narsa bor. Uchib ketayotgan qushni ko'ngli kusasa, pishirlik olibga tushadi. Yarmi qo'g'rilgan, yarmi qaynatilgan holda. Yeydi, to'ygandan keyin uchib ketaveradi qush bo'lib. Qutufu hadaniya deydi. Mevani yegis kelsa, hayolida o'tkazib qo'ysa, shoxini shunday yegib keladi, hatto qo'lini cho'zishi ham yo'q u yerda. Ana birodarlar, vatan qayerda? Ana shunday jannat xushxabarini eshitganingizdan keyin qanday o'lgisi kelmaydi mo'min odamni? Farishtalar mo'min kishi qo'rqib ketmasligi uchun uni oldiga kelib, tinchlantirib, mana shu oyatlarni aytib turadi. Alloh taolo hammamizga shu oyatlarni eshitishni nasib qilsin. Kofirning holi qanday bo'ladi? Alloh taolo qayerda mo'minni sifatlasa orqasidan kofirda aytgan. Qayerda jannatda aytsa do'zaxda aytgan. Qayerda do'zaxda aytsa jannatda aytgan. Walau tara id yatawaffal ladina kafarul malaika yadribuna wujuhahum wa adbarahum zuqu azabal hariq wa zuqu azabal hariq zalika bima qaddamat aydikum wa anna Alloha laysa bizallamin lil abid. Bu oyat Badrda qatl qilingan kofirlar haqida nozil bo'lgan. Lekin ulamolar aytadi, har bitta kofir o'layotgan paytda farishtalar unga aytadigan bashorati deyshadi. Kofir nimani eshitadi? Alloh taolo aytadi: agar farishtalar kofir kimsalarning yuz va ketlariga urib jonlarini olayotgan va do'zax azobini totingiz, bunga sabab o'zlaringiz qilgan amallaringizdir. Zero Alloh hargiz bandalariga zulm qiluvchi emasdir, deyotgan paytini ko'rsangiz edi. Ular ham eshitadi, faqat bu bashoratni eshitadi. Ne hasrat, ne nadomatki orqaga qayta olmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mo'min kishini ruhini chiqishligini har qancha yengil qilib ta'riflab, har qancha bizga bir yengillik, qo'rqib ketmasligimiz uchun shunday bir hadislar aytgani bilan baribir unda mashaqqat bor. Chunki bitta mix kirib ketsa, bitta igna kirib ketsa, bitta tikon kirib ketsa qanday alam chekadi. Endi shu ruhni o'zini sug'urib olganda qanday mehnat mashaqqat bo'ladi. Lekin bir marta totishlik bor bu narsani. O'lim oldida bo'ladigan holatlardan bu sakarat, o'lim masligi. Wajaat sakratul maut. Wajaat sakratul maut bil haqq, zalika ma kunta minhu tahid. Mana o'lim masligi, ya'ni jon chiqar payti haqqa vos yetib keldi. Ey inson, bu o'lim sen qochguvchi bo'lgan narsa edi. Qochyapmizmi? Uxlab qolmaylik deb turib, sho'pirda almashtiryapmizmi? Soqatib qolmaylik deb to'kib olmasdan ehtiyot qilyapmizmi? Sen qo'rqib qochayotgan o'lim vaqti endi keldi deydi Alloh taolo. Agar bu o'lim masligidan, sakaratul maut deyiladi, o'lim masligi. Inson nimalardan mas bo'ladi? Inson aroqdan mas bo'ladi. Inson xursandchilikdan mas bo'lib qoladi. Inson qo'rquvdan mas bo'ladi. Inson azobdan, og'riqdan mas bo'ladi. Kofirni jon taslim qilayotgandagi holati qanday bo'ldi? Mo'min kishini jon taslim qilayotgan holati qanday bo'ldi? Wataron nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna azaballohi shadid. Odamlarni mast alas holda ko'rasiz. Holbuki ular o'zlari mast emaslar, lekin Allohning azobi qattiqdir. Inson sakaratul maut, o'lim masligiga albatta uchraydi. Agar bu o'lim oldidagi bu azobni qattiqligidan mast bo'lib qolishi bor. Shundan qutulishlikning iloji bo'lganida Nabiy sallallohu alayhi vasallam qutulgan bo'lardi. Lekin shu zotga mana shu o'lim sakarati, o'lim masligi yetdi. Rasulullohni dunyodan uzilishlik soatlari yaqin bo'lganda u zotning oldida idishda suv turar edi. Qo'lini shu suvga tiqib, yuziga surtib turib, la ilaha illalloh, albatta o'limning sakarati, masligi bor deb qo'yar edi. Agar Rasulullohga shu o'limning masligi, sakarati yetgan bo'lsa, siz bilan bizga qanday yetmasin? Oysha onamiz aytadilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga hech kimga yetmagan mashaqqat yetgan edi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu payg'ambarlardan keyingi eng afzal bo'lgan kishi,
o'lim soatlari kelib, ixtizor holatda yotganda qizlari Oysha onamiz kiradida quyidagi so'zlarni aytadi. Ya'ni shunday holatda ixtizorda qiynalib yotgan otasini ko'rib turib, kishining yoki yigitning o'lim vaqti kelib, ruhi bo'g'ziga tiqilganidan ko'kragi siqilgan paytda uning moli dunyosi asqatmas. Dunyodan ketar vaqti kelib, ruhi bo'g'ziga kelib tiqilib turganda, nafaslari, yuraklari qisilib turgan paytda topib qo'ygan moli dunyosi asqatmas dedi. Nimalarni qurib yuribmiz? Nimalarni qilib yuribmiz? Shayton bizni shunday oldiyaptiki, ulgiysan deyapti. Ulgiysan deyapti. Lekin kim ayta oladi buni ulgishligini? Shunda Abu Bakr yuzini yopib yotgan holda shunday ochdida o'ziga kelib aytdiki, "Yo'q qizim, unday demang" dedi. Unday demang, balki وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. Mana shu oyatda ayting. Mana o'limmasligi, ya'ni jon chiqar payti haq rost yetib keldi. Ey inson, bu o'lim sen qochguvchi bo'lgan narsadir. Shunday desiz to'g'ri bo'ladi dedi. Ana shu haq rost yetib keladigan narsa, o'lim kelishigidan oldin Alloh taolo tarbiyali ko'rishni hammamizga nasib qilgan bo'lsin. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.